Ya'ni har bir mu'mina muslima ayol eriga itoat qilishi shart, lozim, lobuddir. Bu itoat erkak oilaning rahbari ekanligidan kelib chiqadi. Oilaning rahbari erkak hisoblanadi. Erkaklarni oila rahbari ekanligini Alloh taoloning o'zi Qur'oni Karimda aytib qo'ygan. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd va bima anfaqu min amwalihim. Erkaklar ayollarga rahbardirlar. Alloh ba'zilarining ba'zilaridan fazilat qilib qo'ygani uchun va ular, ya'ni erkaklar, mollaridan sarflaganlari uchun. Ana Alloh taolo erkaklarga rahbar bo'lish fazilatini bergan. Ularni baquvvat qilgan, chidamli qilgan, ko'chadagi urush janjallarga yaraydigan qilgan, kerak bo'lsa oilani himoyasi uchun jonini fido qiladigan, kuchini ishlatadigan, mol pulini sarflaydigan, hamma tarafini qilgan. Bu rahbarlik mas'uliyat. Gapini o'tkazish ma'nosi emas. Aynan ayolni xizmatini qilish uchun sarflanadigan kuch-qudratni rahbarlikka aylantirilgan. Va mol mulklarini sarflaganlari uchun, ya'niki oila qurish, oilani yuritish, oilani tutib turish, oilani sharafini himoya qilishni hamma sarf xarajati erkakning zimmasida. Aynan shuning uchun ular oilaga rahbar bo'lganlar. Erkaklar oilaning rahbari bo'lganligi uchun har bir jamiyatni rahbariga itoat lozim bo'lganidek, oilada erkakka ham itoat lozimdir. Agar shu narsa bo'lmasa, oilaning sharafi qolmaydi, barakasi qolmaydi, yaxshiligi bo'lmaydi, niyatiga yetmaydi. Ana har bir mu'mina muslima ayol oilada eriga itoat qilishi lozim va lobuddir va bu erning ayoldagi haqqidir. Mana shu shar'iy hukmga hujjat tarzida ulamolarimiz Qays ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisi sharifni keltiradilar. Qays ibn Sa'd radhiyallohu anhu marhamat qilib aytadilarki, "Man Hayra degan joyga bordim. Ko'rsam, u yerning odamlari o'zlarining mirzaboniga, mirzabon degani o'sha yerdagi rahbar, katta podshohning nomi ekan, rahbarning nomi. Shunga sajda qilishyapti.